Вы не снимали? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Profi News. Здравствуйте, с вами очередной выпуск Profi News. Keling e'tibor markazida bo'lgan so'nggi yangiliklarga nazar solsak. Давайте посмотрим, какие же новости были актуальны в эти dni. O'zbekistonda ayollar va bolalarni himoya qilish masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Hech bir ayol bosim yoki zo'ravonlikka jim qarab turishga majbur emas. Prezident tomonidan imzolangan yangi farmon esa bu yo'nalishda himoya choralarini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Тем временем наука продолжает искать решения для серьезных заболеваний. Ученые сообщили о многообещающих результатах новой вакцины против болезни Альцгеймера. По предварительным данным, препарат способен замедлять развитие заболеваний. Исследования продолжаются. Endi esa hayvonlarni himoya qilish bilan bog'liq yangilik. Meksika Shimoliy Amerikasida kosmetikani hayvonlarda sinashni to'liq taqiqlagan birinchi davlat bo'ldi. Endilikda mamlakatda bunday quyidagi testlar qonundan man etilgan. В Наваи 23 ученика школы номер 11 досрочно стали студентами вузов. Высокая успеваемость и национальные сертификаты позволили им получить места в университетах еще до окончания школы. Profi University yangiliklariga o'tamiz. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi uchun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi nomli yangi darslik nashr etildi. Unda maktabgacha ta'limning zamonaviy yondashuvlari va bolalarni har tomonlama rivojlanishi tamoyillari yoritilgan. Sizlar bilan bugun Profi News bo'ldi. Kuningiz xayrli o'tsin. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи в новых выпусках. Все, стоп. Уклап qoladi. Я чуть не уснула. Чего? Все хорошо? Все плохо?